Assalomu alaykum hurmatli 8 telekanali Orom Baxsh dasturining qadrli ixlosmandlari. Mana guvohi bo'layotganingizdek dasturlarimiz orqali vohamizning, nafaqat vohamizning, balki respublikamizning eng nomdor, eng ajoyib ijodkorlari tomonidan kuylangan go'zal kuy qo'shiq navolar, chiroyli taronalar bilan fayzli xonadoningiz mehmoni bo'lib kelyapmiz. Dasturlarimiz an'anasiga sodiq qolgan holda bu galgi dasturimizga ustoz san'atkorlarimiz munosib izdoshi, o'zini chiroyli sozi, sohir ovoziga ega bo'lgan ijodkor, ko'hna Xiva erining farzandi ustoz Umarbek Razzoqovni taklif qilganmiz. Avvalambor assalomu alaykum ustoz, dasturimizda ko'rib turganimizdan benihoyat xursandmiz. Rahmat. Assalomu alaykum teletomoshabin do'stlar, san'at ixlosmandlari. Mana biz bugun yana shogirdimiz Arifjonni bilan yana suhbat qilib o'tiribmiz. Meni taklif qilganingiz uchun rahmat Arifjon. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Avvalo tashrifingizdan Xudo xolasa boshimiz ko'klarga yetdi desak bir ayni haqiqatni gapirgan bo'lamiz. Xudo xolasa bugungi ko'rsatuvimizdan, bugungi dasturimizdan ham umidlarimiz katta. Sizdan bir-biridan dilbar, chiroyli taronalarni tinglaymiz va shu bilan birga juda ham bir mazmunli suhbat olib boramiz degan umiddamiz. Va keling, dasturimiz avvalida Umarbek Razzoqov bugungi kunda qanday ijodiy ishlar bilan band, qayerlarda faoliyat olib boryapti degan bir savollarga to'xtalib o'tsak. Rahmat. Hozirgi kunda mana biz ustozimiz Azamat aka Otajonov bilan birgalikda Urganch san'at ixtisoslashtirilgan maqom san'at maktabida yoshlar o'quvchilarimizga dars berib kelyapmiz. Hem sazandadan hem xonandadan qo'limizdan kelganicha shu bolalarni ozgina konkurslarga tayyorlab turibmiz, o'z ustimizda ishlab turibmiz. Mana maqomlardan hozir ustoz Ato akam Xalliyevni bir talqinchayi mo'g'ulchayi mushkuloti degohni bir ajoyib so'z bilan shuni ijro qilganlar. Shuni hozirda tayyorlab yuribman. Va qalasa uni ham efir orqali tomoshabinlar aytib beramiz. Katta rahmat ustoz. Avvalo javob uchun minnatdorchilik izhor etamiz. Bugungi kunda mana ma'lum qilishingizcha Urganch ixtisoslashtirilgan san'at maktabi, maqom san'ati maktabi. Ustoz Azamat Otajonov boshchiligidagi maktabda o'zingizni o'qituvchilik faoliyatingiz borasida yoshlarga ta'lim, tarbiya, ilm ulashish ishlarini olib boryapsiz. Bundan juda ham bir mamnunmiz. Bilamizki, bundan oldin bizlarni ham Urganch san'at kollejidirda u paytlarda o'sha yerda bizga ta'lim berdingiz. Avvalo buning uchun alohida rahmatlar izhor etamiz. Endi keling, so'zimizni muxtasar qilsakda, so'z isboti bilan deganlardek sizning ijrongizdagi go'zal navolarni hurmatli tele tomoshabinlarimiz e'tiboriga havola qilsakda, ana undan so'ng dasturimizda yana chiroyli suhbatlar bilan davom ettirsak deymiz. Bir Arifjon bir gap aytib qo'yay. Shu ashulamiz ustozimiz Namangandan Isoqjon akani ashullardan ko'proq tayyorlab qo'ydik. U kishi bilan ham muloqotda bo'lib turamiz. Va shuni ashulalarni bir ixlos qilib aytdik, shuni hozir sizlarga aytib beramiz. Ustozimiz Isoqjon Jo'raxonov maktabidan ijrosidan chiroyli taronalarni. Demak, 8 telekanali Orom Baxsh dasturida ustoz ijodkorimiz Umarjon Razzoqov ijrosida ustozlardan o'rgangan go'zal taronalarni siz tele tomoshabinlarimiz e'tiboriga havola etadilar. Marhamat. Ey adam Allah deyin, kalbinge imanlar külür. Ey adam Allah deyin, kalbinge imanlar külür. İstegin gah ölümlü dilge insaflar külür. Pakla kalbini hasetten,
hem xarab bu fitneden. Yaxshi bo'lsang hamda pak, senga hidoyatlar kulur. Yaxshi bo'lsang hamda pak, senga hidoyatlar kulur. Kamtarin bo'lgin jahonda, kamtarin bo'lgin jahonda el nazar qilsin desang, el nazar qilsa senga qoshingga podshohlar kulur. El nazar qilsa senga qoshingga podshohlar kulur. Ağrıtıp acizini ko'nglim men bahodirman dema. Senga ham Alloh tomonidan katta azonlar kulur. Senga ham Alloh tomonidan katta azonlar kulur. Kolumdan kilise yardım, bir kolumdan kilise yardım. Acizu biçare, min bela senden ketip, o'rniga omadlar kulur. Min bela senden ketip, o'rniga omadlar kulur. Al duasını atani, hem razı kılsan anani. Al duasını atani, hem razı kılsan anani. İkisi bulsa rıza, baktı saadetler külür. İkisi bulsa rıza, baktı saadetler külür. Zikir Allah birle daim, zikir Allah birle daim.
hurmatlayin. Can birer vaktinde tilge chin shahodatlar kelur. Can birer vaktinde tilge chin shahodatlar kelur. Bo'lma bi parvo namozga, ham zakat ro'zaga. Bo'lma bi parvo namozga, ham zakat ro'zaga. Yakka yatmaysan go'ringda, go'rga hamrohlar kelur. Yakka yatmaysan go'ringda, go'rga hamrohlar kelur. Ustoz, katta rahmat, go'zal taronalar, go'zal navolar uchun minnatdorchilik izhor etamiz. Va endi yana savollarga yuzlanar ekanmiz. Ustoz Umarbek Razzoqov ijodga kirib kelishi, san'atga kirib kelishi haqida bir to'liq bir ma'lumot berib o'tsak. Bizni kuzatayotgan teletomoshabinlarimiz ichida ustozni yaqindan bilmaydigan teletomoshabinlarimiz ham bo'lishi mumkin-da, tabiiy holat. Shunday ekan, keling, san'atga kirib kelishingiz haqida kimlarga qiziqqansiz, kimlarga ixlos qo'ygansiz yoki oilaviy muhit shunday bo'lganmi, yo oilangizda san'atkorlar bormi? To'g'ri. Endi oilada dadam ham qiziqib yuradilar. Ixlosmand. Ixlosmand, ha. Shu yoshligimda shu tayoqni olib xirgoy qilib, yangsilab deydi-ku. Uni yangsilab, uni ashulasini chalab, uni ashulasini chalatib, tayoqqa bir sim qo'yib yurardim. Ixlos qilib, ustozlar. Ixlos qilib, tovushini ham bilmayman, o'zini ham bilmayman, lekin shu aytaman. Shuni Zumrat ammam rahmat shu sababchi bo'lib durdab simi yana bir sim bo'lar edi deb sim qo'yib berib, bunday bo'ladi deb keyin shu qiziqqanimni ko'rib dadam bir rubob olib berdi. Muzika maktabiga borganimda shu oyim olib boradilar. Ana siz ham katta rahmat. Shu yerda meni qabul qilib olgan Dilbar Qalandarovning qo'lida tahsilimni shu Dilbar Qalandarovdan olgan ustozim. Shu yerda direktorimiz bo'lar edi Saparov aka. Alloh yorib meni hozir hoji bobo bo'lib turibdi, umrlari uzoq bo'lsin. Ustozlarim sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Ana muzika maktabi olib bordi. Ojnati yoshligimda muzika maktabida Reynboy Jumaniyozovda o'qidim. Undan keyin uni bitirib Urganch san'at kollejida kelib Rustam aka Baltayevda, Bahodir Matchanov, ishqil ustozim Ato aka Halliyev, shulardan dars oldim. Bu yerni tugatib keyin O'zbekiston davlat konservatoriyasiga bordim. U yerda professor Fatilla aka Qosimovda sozandachilik bo'yicha dars oldim. Ustozlarim Fattaxon aka Mamadalov ishlar edi, shunda Jo'rabek Nabiyevlar shularning yonlarına girib ashulalarni eshitib o'tirar edim. Shuning uchun shu ustozlarga rahmat. Mana Rustam aka Baltayev, Ato aka Halliyev, Farhod aka Davletov, Karimboy Rahmonov, Bobomurod Hamdamov uyga borganlar. Va Toshkentda shular yana borib, Karimboy Rahmonov ham ko'p narsalarni o'rgatgan. To'ylarda olib yurdi yonlarimda. Ish qilib ustozlarimizga rahmat deb qolaman. Sen ustoz shogird ekansiz-da unda. Ko'plagan ustozlarni etagini tutgansiz. Ko'plagan Davletov mana yoshligimda maktabda borib yurardim yonlarimda. Maktabda O'zbekiston xalq hofizi. O'zbekiston xalq hofizi. Mana ustozimiz yana Azamat aka Otajonov bilan birgalikda bugungi kunda ishlab kelyapsiz. Ustoz bilan birga ishlab turibmiz. Ana endi yana bir bor savollarga yuzlanar ekanmiz. Shu o'rinda bugungi kunda qanday ijodiy rejalar bilan bandsiz, qanday ijodiy ishlar bilan shug'ullanyapsiz? Keling, ijodiy haqida ham bir to'xtalib o'tsak. Rahmat. To'g'ri savol. Mana Ro'zmat akani bir suaralari bor shu odam. Ro'zmat Jumaniyozov, Ro'zmat aka Jumaniyozov ustozimiz, O'zbekiston xalq hofizi. Ustoz ijodkor. Shuni aytgan suaralarini o'rganib yuribman. Ato akam bilan bir qachirim joylarni borib o'rganaman. Ustoz bilan maslahatlashgan holda. Ustoz bilan maslahatlashaman. Mana shu joy qanday bo'ladi
Desem şu joyni shunday alsang deb nigara paymalın her dulu can oldu bir mermu. Yüzün şokuyda bülbül degan misra bilan boshlanadigan ashulani o'rganib yuribman. Ha, xudo xolasa. Xudo xolasa. Xudo xolasa hali tez kunda tomoshabinlarimiz e'tiboriga ham qabul etamiz degan Xudo xolasa. umiddamiz. Yana qaysi ustozlarni ijodlariga qo'l urgansiz? Qaysi ustozlarni ijodlaridan kuylab kelyapsiz? Hali boya Toshkentda ustozlarni xonadonida bo'lganman dedingiz. Kamoliddin Rahimovni bir ashulasi boshingga ne balo kelsa, birovdan emas o'zingdan ko'r degan ashulasini hozir mana aytib berdim. Kamoliddin aka O'zbekiston xalq artisti Rahimov shu shoirning so'ziga ajoyib kuy basarib qo'yganlar, shuni aytib o'tman. Keyin Namanganlik yana bir ustozimiz Isoqjon aka Jo'raxonov. Boya ta'kidlab o'tdingiz Isoqjon akani ijodidan ham. Ma'murjon aka To'xtasinov shularni ijodlarini ham nima qilib turaman. Demakki, siz nafaqat Xorazmlik ustoz ijodkorlarimiz, vohani ustozlari, balki Toshkent, Farg'ona yo'lida ijod qiluvchi ustozlarni ijodiga ham qo'l urar ekansiz ularni. Turaman, ashulalarni aytib turaman. Ixlos qo'ygan ekansiz, juda ham ajoyib. Hali xudo xolasa dasturimiz davomida sizning ijroingizdagi ushbu Toshkent, Farg'ona yo'lidagi ijrolardan bahramand bo'lamiz degan umiddamiz. Shunday ekan, 8 telekanali Oronbaxsh dasturida dasturimiz mehmon ijodkori, ustoz san'atkorimiz Umarbek Razzoqov ijrosidagi go'zal navoiylarni yana e'tiboringizga havola etamiz. Her kişinin derdi olsa didesinden nemkür. Kim kiminde şadlık ister arkasından nemkür. Sineden defterini açsam yetti aflak ortanır. Nala kılsam korkaman, kiniden amerem külür, kiniden amerem külür. Başına niye bala yaksan, birov demez o'zingdan ko'r. Başına niye bala yaksan, birov demez o'zingdandir. Yolundan gel edersen bil, kıngır kılgan işindendir. Yolundan gel edersen bil, kömür basken izindendir. Elin hürmet payandadın, yolun üzere yazar bulsana. Elin hürmet payandadın, biri minnet, biri abro, biri
Agar subat ara dostum ketar bo'lsa qo'lin siltab biri yolg'on biri subat biri tusiz so'zingdandir biri g'iybat biri yolg'on biri tusiz so'zingdandir Senga farzandlaring intiq bo'lib yildam eshik ochsa biri soflik biri poklik bilan birgan tuzingdandir biri poklik biri soflik bilan birgan tuzingdandir İzinden kim hayasızlık ibasızlık taşın atsa biri çarmı biri kizek kara iki yüzündendir biri çarmı biri kizek kara iki yüzündendir Hamisha dostların o'tkir kabi yo'qlab kelar bo'lsa biri sehring biri mehring to'lin boqqan ko'zingdandir biri sehring biri mehring to'lin boqqan ko'zingdandir Katta rahmat ustoz, go'zal navolar va mazmunli suhbat uchun yana bir bora alohida rahmatlarni izhor etamiz va ana endi navbatdagi savollarga yuzlanar ekanmiz. Ijodkor uchun ilhom manbai, ilhom chashmasi har kimda har xil vaziyatda keladi deyishadi. Shunday ekan, keling, ustoz Umarbek Razzoqovni ilhom manbai qanday, ilhom chashmasi qanday desak. Rahmat. Avvalambor ilhom o'zidan o'zi bir kelavermaydi-da u ilhomdan. Shu bir narsa turtki bo'ladi, keyin shu ilhom toshib shu vaziyatmi, holatmi? Bir men ustozlarni masalan Ro'zmat akani eshitaman, Farhod akani eshitaman, Hasan Rajabiy, Yunus aka Rajabiylarni eshitaman. Ato akam Halliyevni eshitaman, Azamat aka Otajonov, men Ochilbek Makkanovlar. Shu katta Kamoljon akalarni eshitib, shu bir kun o'zim agam yuriyman. Bu qanday ijodini singdirib. Bu qanday san'at,
bir Arif akani Xatamovni bir ikki ashulasini eshitib, shu bir 3-4 kun qanday bu professional shularni eshitib keyin men o'zimga ilhom kelib ketadi-da. Ro'zmat akani u avjini olgan ta'siri qildi. Olaman degan vaqtda shu ko'zimni yosh chiqib ketdi-dan dardli ashulachi. Mana Azamat akani ashulalarini eshitaman, shu ilhomlantiradi meni. Bu ustoz akam dardi bor, Yunus akani Rajabiyni dardi, bu Kamoljon akani bu dardlari qarang bu ashulachilar. Shulardan men ilhomlanamandan ta elime ta'ala olaman. Keyin men ko'raman, so'z qidiraman. Shularni maza qilib yuriyman. Radiodan eshitaman, zapislarni eshitib, maza qilib shulardan ilhom olaman. Katta rahmat. Javob uchun minnatdorchilik izhor etamiz. Endi ta'kidlab o'tganingizdek, ustozlarimizni ta'kidlaydigan bo'lsak, har biri bir maktab, har biri bir olam, har biri bir daryo desak, bir haqiqatni gapirgan bo'lamiz. Ustozlarimiz ham baxtimizga sog' bo'lishsin, omon bo'lishsin. Ustozlarning ijodlarini o'rganib ilimiz e'tiboriga havola qilish nasib qilsin deymiz va keling, ana endi teletomoshabinlarimizni ham ko'p kuttirmasak-da, sizning ijroingizdagi go'zal navoiylarga yana bir bor navbatni bersak, ana undan so'ng suhbatimizni yana davom ettirsak deymiz. Marhamat, 8 telekanali Orom baxsh dasturida dasturimiz mehmon ijodkori Umarbek Razzoq kuylaydi. Fahmü feraset ar yok, insanlı adam zat deme. Fahmü feraset ar yok, insanlı adam zat deme. Senge hemdert bulmağan aşnanı asla dost deme. Baylığında hürmet eylep, naçarlığında kallan, unda inme kâreni ömrünge yoldaşım deme. Unda inme kâreni ömrünge yoldaşım deme. Akıbetsiz mihri yok, bakkalların yağdı da yok. Akıbetsiz mihri yok, bakkalların yağdı da yok. Bir kilip hal sormayan, oğlum var demen. Bir kilip hal sormayan, oğlum var demen. Müskülü aciz yetimler, halkın almayı haber. Karnı toklarga ziyafet, bir gelsin hatem deme. Korkma fazıl gürde yalnız, kanday yatadır mandibar. Korkma fazıl gürde yalnız, kanday yatadır mandibar. Gürde hem Allah öz yanar, yaka yalnız mandime. Gürde hem Allah öz yanar, yaka yalnız mandime. Katta rahmat ustoz, mazmunli suhbat va go'zal navoiylar uchun alohida rahmatlarimizni izhor etamiz. Va endi
Ustozlarimiz, ijodkorlarimiz ta'kidlashadiki, har davraning o'zini bir taronasi bo'ladi. Har davraga yarasha bir qo'shiqlarni ijro qilamiz deyishadi ustozlarimiz. Keling shu o'rinda do'stlar davrasida, balki qarindoshlar davrasida qanday taronalarni kuylagan ma'qul? Siz qanday fikrdasiz? Endi bu juda o'rinli savol bo'ldi bu, Arifjon. Chunki bizlar hozir sinfdoshlarimiz bilan o'tirish qilib turibmiz. Shular bir televizorga chiqqanimda bizlar ham gapirib qo'y. Bizlar ham so'ylab hazillashib olgan. Shuning uchun ularni so'raydi uni bir Aybek do'stimiz bor, har yigitni asl bilay desangiz, ko'ring taronasi, ko'ring taronasi, Maktum Qul so'zi bilan uni so'rashadi. Gerek tur yigitida ham bir taronalar bor. Tarona bor. Shuni so'raydilar. Sinfdoshlarimiz sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Neyda bo'lsa ko'mak berib, ilhomlantirib, to'ylarda bo'lsam kelib, e'tibor berib charchamada shunday turamiz. Ular ham katta rahmat. Mana sinfdoshlar chiqqaningda bizani ayt deb yurar edilar. Sinfdoshlar, sizlar ham alangali salomlarni yo'llayapti. Salom. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ustozni sinfdoshlarga ham yana bir bora alohida salomlarni yo'llaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar deya keling. Ana endi faqat salom yo'llab qo'ysak bo'lmaydi-da. Sinfdoshlar uchun, do'stlar uchun, barcha qadrdonlar uchun go'zal navoiylarni teletomoshabinlarimiz e'tiboriga havola qilsak deymiz. Razı etmin hani alma mağdur çokanı ki hakkı al demese nazar salma ey dağni karı ki hakkı dağni karı ki hakkı ellerinden el amandır berber sana mimandır ellerinden el amandır berber sana mimandır Azrail'den hem yamandır Güred karıçı hakkı Güred karıçı hakkı Sehrağa Daş bulsa çökmez deryağa Su bulsa zılmez sehrağa Daş bulsa çökmez deryağa Ayandır kadır Allah Oğda yakar ki hakkı Ayandır kadır Allah Uta yakar ki hakkı Uta yakar ki hakkı Yaratkanı diysen eğer Kişi hakkından kıl hazer Hakkım var diye coşkun yazar Bir gün çıkar ki haklı Hakkım var diye coşkun yazar çıkar ki hakkı
uchun chiqar kishi haqi. Katta rahmat ustoz, go'zal navoiylar, mazmunli suhbatlar uchun yana bir bora alohida rahmatlarni, tashakkurlarni izhor etamiz va keling, ana endi dasturimiz an'anasiga muvofiq dasturimiz so'ngida bir ezgu niyatlarni, go'zal istaklarni hurmatli teletomoshabinlarimiz e'tiboriga havola qilsak-da, ana undan so'ng sizning ijroingizdagi go'zal navoiylar bilan dasturimizni o'z yakuniga yetkazsak. Rahmat. Avvalambor sizlarga rahmat. Biz meni shu yerga taklif qildingizlar. 8-telekanali ijodkorlarga, Ulug'bek akamiz Sobirovga katta minnatdorchilik bildiramiz. Do'stlarimiz hamisha sog' bo'lsin, O'zbekistonimizga ko'z tegmasin. Mana bahor fasli, hamma joyda yangilanish fasli, ijodkorlarga ijod, ilhom bag'ishlaydigan fasl. Shuning uchun hamma omon bo'lsin, yaxshi kunlarda, to'ylarda hamma ko'rishlikni Alloh o'zi muyassar qilsin. Katta rahmat ustoz. Avvalo tashrifingiz uchun, dasturimizga tashrif buyurib, go'zal navoiylar bilan, mazmunli suhbatlar bilan mehmon bo'lganingiz uchun yana bir bora alohida rahmatlarimizni, alohida tashakkurlarimizni izhor etamiz. Hali umid qilamizki, bu tashrifingiz so'nggisi emas, Xudo xolasa, yana ko'plab dasturimizda mehmon bo'lasiz. Yangi taronalar bilan, yangi ijod namunalari bilan nafaqat bizni, balki millionlagan teletomoshabinlarimiz ko'ngillarini xushnud etamiz degan umiddamiz. Rahmat, salomat bo'ling. Katta rahmat javob uchun, tashrif uchun, go'zal navoiylar uchun yana bir bora alohida rahmatlarni, alohida tashakkurlarni izhor etamiz. Hurmatli 8 telekanali Orom baxsh dasturining qadrli ixlosmandlari, dasturlarimiz an'anasiga muvofiq iste'dodli ijodkorlarimiz, serqirra san'atkorlarimizni chiroyli ijodiy namunalari bilan fayzli xonadoningiz mehmoni bo'ldik. Dasturimiz bu galgi soni orqali mana ustoz Umarbek Razzoqovning go'zal kuy qo'shiqlari, mazmunli suhbati bilan sizning ko'nglingizdan joy olgan bo'lsak, biz o'z vazifamizni ozgina bo'lsa ham uddalagan hisoblanamiz. Shunday ekan, dasturimizning keyingi sonlarida yana fayzli xonadoningiz mehmoni bo'lib, ko'ngillaringizni xushnud qilamiz degan umiddamiz esa, hurmatli mehmonlarimiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Shunday ekan, hozircha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar deymiz.